Pixel faqat mijozlarni kuzatishdan iboratmi yoki bo'lmasa uni boshqa vazifasi ham bormi? U qayerda va qanday ishlaydi? Haqiqiy misollarda buni men sizlarga ko'rsataman. Pixel orqali maqsadlarni to'rangizni aniqlang va ularga reklamalarni ishga tushiring. Va reklama orqali xarajatlaringizni kamaytirib, reklama foydangizni oshiring. Bungi video darsda bu haqida to'liq gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va maqsad to'rangizni lazer kabi aniq nishonga olishni o'rganing. Bundan oldingi darsimizda sizlar bilan birgalikda Pixel o'zi nima, u qanday ishlaydi va bu haqida siz bilan gaplashgandik. Endi esa Pixelning imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Qarang, Pixel bu Facebook tomonidan yaratilgan kod bo'lib, buni vazifasi saytga kirgan odamlarni ma'lumotlarni Facebookka yo'naltirib beradi. Va siz bu orqali maqsadli mijozingizni aniqlaysiz va unga qayta reklamalarni ishga tushirasiz. Xo'p, men sizlarga Mind Map karta orqali buni qanaqa ko'rinishdaligini hozir sizlarga tushuntirib o'taman. O'zi Pixel mavzusi sal qiyinroq, lekin bu xaritani ko'rganingizdan keyin Pixel haqida umumiy tushunchaga ega bo'lasiz. Agar bizda vazifa, masalan, siz reklama yo'qotgan bo'lsangiz, reklamadagi vazifangiz webinar, masalan, siz qanaqadir ekspertga, mutaxassisga reklama yo'qyapsiz va uni siz Telegram kanaliga yoki bo'lmasa saytga odamlarni yo'naltirishingiz kerak. Ya'ni siz trafik maqsadidan foydalangan holatda siz buni odamlarni qayergadir jo'natasiz, ya'ni qanaqadir посадочный stranitsaga. Sizning vazifangizda qanaqa bo'ladi? Bu etapda qarang. Reklama yo'qadigan bo'lsangiz, birinchi bo'lib odamlarni asosiy sahifaga o'tkazasiz. Masalan, ustozai.uz masalan olib qarasak, yoki bo'lmasa qanaqadir ekspert bo'ladigan bo'lsa, ekspertning nomi .uz bo'ladi va xuddi shunaqa tarzda siz reklama yoqqaningizda reklamani ko'rgan odamlarni ma'lum bir joyga jo'natasiz. Ya'ni uni asosiy sahifa, ya'ni saytga jo'natasiz. Saytga kirgandan keyin odamlar ariza qoldiradi. Masalan, ismini yozadi, nomerini qoldiradi va sizga asosiy shu narsa kerak. Undan keyin ariza qoldirgandan keyin ularga yana bitta oyna ochiladi va bu oyna arizangiz qabul qilindi, rahmat degan narsa. Va eng oxirida bundan keyin odamlarni masalan Telegram kanaliga ham o'tkazishingiz mumkin. Bu bitta yo'li. Endi ikkinchi yo'lni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi yo'li qanaqa bo'ladi? Masalan, hozirgi paytda O'zbekistonda juda ko'pchilik zapuskni foydalanadi va zapusk orqali ekspertni auditoriyasini Telegram kanaliga jo'natadi. Endi men sizlarga buni tushuntirib o'taman. Qarang, siz reklama yoqdingiz. Reklamani yoqqandan keyin odamlar knopkani bosganda, pastdagi knopkani bosganda asosiy sahifaga o'tadi. Asosiy sahifa sayt bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa to'g'ridan-to'g'ri Telegram kanal bo'lishi mumkin. Bu ham bir varonkaning yo'li hisoblanadi. Masalan, asosiy sahifa sifatida olib qaraylik, ekspertning sayti va u saytga o'tgandan keyin ariza qoldiradi va ariza qoldirgandan keyin botga o'tish yoki qanaqadir botga jo'natadi yoki bo'lmasa Telegram kanalga jo'natadi. Bu ham webinar ko'rinishidagi varonkaning bir qismi hisoblanadi. Endi boshqa bir biznes misolda ko'ramiz. Boshqa bir biznes, masalan, xizmat ko'rsatish, fitness bo'lishi mumkin, go'zallik salonining xizmat ko'rsatish biznesida qanaqa ishlaydi? Buni tushuntirib o'taman. Qarang. Asosiy sahifaga odamlarni jo'natasiz. Asosiy sahifaga masalan mahsulotingiz bor, fitness yoki bo'lmasa go'zallik saloni bo'lishi mumkin. Asosiy sahifaga masalan reklama yoqdingiz, video yoki rasm ko'rinishida odamlarni asosiy sahifaga jo'natasiz, ya'ni o'sha biznesni saytiga. Va ularni siz 3 ta yo'l orqali jo'natsangiz bo'ladi. Birinchisi to'g'ridan-to'g'ri xizmatlarga, ya'ni ular saytga kirganda xizmat turlarini foydalan oladi. Masalan, qanaqa xizmatlar bo'lishi mumkin? Manikyur, pedikyur, masalan, sochni pardozlash, shunga o'xshagan har xil xizmatlar bo'lishi mumkin go'zallik saloni sifatida. Keyingisi odamlarni siz foydali maqolaga jo'natishingiz. Ya'ni siz to'g'ri ularni sotmaysizda, mahsulotingizni ularga qanaqadir foydali informatsiya berasiz. U qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Masalan, uy sharoitida qanday qilib sochlarni to'g'ri parvarish qilish mumkin yoki bo'lmasa uy sharoitida qanday qilib ozish mumkin. Shunga o'xshagan narsalarni odamlarga foydali ma'lumot berasiz. Va uchinchisida siz to'g'ridan-to'g'ri odamlarni masalan reklamani ko'rdi, to'g'ridan-to'g'ri yozishga jo'natishingiz. Masalan, reklamada siz manikyurni reklama qilgandingiz va pastda knopkani bosganda odamlar to'g'ridan-to'g'ri manikyurga yozil, ya'ni hozir yoziladigan bo'lsang, senda qanaqadir chegirma ega bo'lasan degan ma'noda to'g'ridan-to'g'ri ularni yozilishga jo'natishingiz mumkin va bu qanaqa bo'ladi? Ya'ni ular ismini olasiz va nomerini olasiz va shu tarzda reklamani ishga tushirasiz. Xo'p, va eng oxirida odamlar masalan ariza qoldirgandan keyin siz ularni Pixel orqali ajratib olib, ularga yana qayta reklama yoqishingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz umumiy tushunchaga ega bo'laylik. Buni qanday qilinishini keyin ko'rsataman. Davom etamiz. Endi bizda 3-chi yo'limiz bor. 3-chi yo'limizda endi bizda bu kattaroq, ya'ni bu internet sayt bo'ladi. Internet saytini qanaqa ko'rinishda bo'lishini hozir men sizlarga tushuntiraman. Qarang. Agar u internet sayt bo'ladigan bo'lsa va internet sayt orqali biznes mahsulotini sotadigan bo'lsa, bunda sal qiyinroq bo'ladi. Masalan, odamlarni qanaqadir mahsulot, masalan, hozir sizlarga misol sifatida ko'rsatay, qanaqa ko'rinishda bo'lishini. Masalan, Facebook'imizga kiramiz va bu yerda masalan pastga tushadigan bo'lsak, qaranglar. Masalan, mana reklama chiqib kelyapti, mana Ketik Travel reklamasi, mana reklama yoqqan video ko'rinishda va masalan zabronировать knopkasini ustiga bosadigan bo'lsam, qaranglar, to'g'ridan-to'g'ri sizlarga misol ko'rinishda ko'rsatyapman. Xo'p, mana. Xuddi shunaqa oyna ochiladi, ya'ni qarang, qanaqa ko'rinishda bo'lyapti. Mana Xmine'imga, xaritamga kiradigan bo'lsam, birinchi ko'rinishda masalan tovar bor edi, mana saytga o'tkazdi, mana saytda o'tkazdi va siz mana bu yerda doim print bosasiz, mana saytdasiz. Siz mana reklamani ko'rdingiz, odamlarni
vazifasi, ya'ni targeting vazifasi bu yerda odamlarni saytga jo'natyapti va saytga kirgan odamlarni u ajratib oladida, ularga qayta reklama yoqadi yoki bo'lmasa to'g'ridan-to'g'ri ularga sotishni undashi mumkin. Qaranglar. Saytga jo'natdi, mana asosiy sahifaga jo'natdi va odamlarni masalan bu yerda tanlashga, masalan, qayerdan qayerga bormoqchisan, qachon bormoqchisan, senga nima kerak deb masalan poisk deb odamlar izlaydi. Va xuddi shunaqa tarzda etaplarni bajarib o'tadi. Yana davom etamiz. Boshqa bir reklama misolida yana ko'raylik. Pastga o'tamiz, internet magazin bo'lsa. Xo'p, qaranglar. Endi masalan, o'quv markazi reklamasi chiqadi va o'quv markazi ham registratsiya knopkasini ustiga bosganda, bu ham odamlarni to'g'ridan-to'g'ri saytiga olib o'tyapti. Mana sayt asosiy sahifaga olib o'tdi. Asosiy sahifaga olib o'tgandan keyin qarang, o'zi to'g'ridan-to'g'ri ro'yxatdan o'tkazishga mana ariza qoldirish, qayerda turasan? Toshkentdami yoki bo'lmasa boshqa shahardami? Toshkent deb davom ettirish bosadigan bo'lsangiz, qarang, o'zi ariza qoldirishga kiryapsiz mana. Xuddi shunaqa ariza qoldirish. Ismingiz va telefon raqamingizni yozib jo'natish, masalan, Nodir deyman. Telefon raqamini yozib jo'natish knopkasini bosadigan bo'lsam, o'zi ma'lumot mana e'tibor bergan bo'lsangiz mana asosiy sahifaga o'tdik, ariza qoldirdik, rahmat sahifasiga o'tdik mana. Xuddi shunaqa rahmat sahifasiga o'tdik. Va bizda mana keyingi etapda masalan yopish bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa Telegram kanalga jo'natish. Xuddi shunaqa tarzda reklama ishga tushadi. Endi qarang, bu yerda Pixelning vazifasi qanaqa bo'ladi? Pixelning vazifasi asosiy saytga kirgan odamlar boshqa, ro'yxatdan o'tganlar boshqa va oxirgacha ro'yxatdan o'tgan odamlar boshqa. Ya'ni shunaqa toifadagi odamlar bor. Siz ularni Pixel orqali ajratib olasizda, ularga qayta reklamani ishga tushirasiz. Ya'ni Pixelning bu yerdagi vazifasi qaysi etapda odam qanaqa ishni bajaryapti, shu narsani aniqlab berishi. Shu uchun ham Facebook Pixel bizga yordamga keladi. Davom etamiz. Boshqa bir internet magazinini ko'rmoqchi edim. Keling, birdaniga Uzumga kiraylik. Uzum.uz qilamiz. Endi men o'rgatadigan 3-varonkamga to'g'ri keladi, qarang. Uzumga kirganimda mana asosiy sahifaga kirdim, ya'ni reklama ko'rgandan keyin Uzumga kiraman. Undan keyin kataloglar bor, masalan, qanaqa mana kataloglar, mana ko'rib turibsizlar tepada qanaqa bo'limlar borligi. Undan keyin masalan bo'lishi mumkin, foydali maqola bo'lishi mumkin. Ya'ni reklama ko'rganda odamlar foydali maqolaga jo'natishi mumkin. Masalan, qanaqa telefon sotib olish kerak yoki bo'lmasa qanaqa kompyuter sotib olish kerak yoki qanaqa notebook sotib olish kerak deganday narsa. Yoki to'g'ridan-to'g'ri buyurtma qilish. Masalan, reklama yoqqan, sizga taklif bilan masalan iPhone 16 ni qanday qilib sotib olish mumkin. Buyurtma qilish knopkasini bosasiz, telefon raqamingiz, ism, familiyangiz bo'ldi. Yoki to'g'ridan-to'g'ri buyurtma berish, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri knopkani bosganingizda buyurtmaga o'tib ketadi, to'lovni amalga oshirsangiz u buyurtma sizga keladi. Masalan, katalog misolida ko'raylik. Masalan, elektrotexnikaga kiraman. Elektrotexnikaga kirdim, mana asosiy sahifadan katalogga o'tdim, elektrotexnikaga kirdim. Endi men bu yerda mana bu joyga o'taman. Endi mahsulot turlari bor-ku bu yerda mana. Qanaqa mahsulot qidiryapsan? Masalan, katalogimda masalan mana sim karta degan narsa bor ekan yoki bo'lmasa naushniklarga kirsam, mana mahsulotga o'tdim. Mahsulotga o'tgandan keyin masalan savatga qo'shish, ya'ni korzinkaga qo'yish degan narsa bor. Korzinkaga qo'shgandan keyin mana korzinkaga qo'shildi. Korzinkaga qo'shilgandan keyin masalan men korzinkani ichiga kirishim mumkin. Mana periti korzinka, mana xuddi shunaqa tarzda mana korzinka ichiga o'tib olaman. Korzinkaga kira oldim. Mana korzinkadaman. E'tibor beringlar mana. Sani zakazlaring ikkita deyapti. Masalan, bittasi bu. Masalan, buni o'chirsam, faqat mana bitta zakaz qoladi. Keyingisi mana buyurtma qilishga o'tish mana. Periti оформление mana o'tdim. O'tganimdan keyin menda masalan buyurtma qilib, ma'lumotlarni to'ldirganimdan keyin karta to'lovlarimni kiritaman va oplataga o'tganimdan keyin mana eng oxirgi etapda rahmat sahifasiga olib o'tish mumkin. Endi shu holatda har xil holatdan bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, siz shu joygacha keldingizda, uyda kimdir sizni chaqirib qoldi yoki bo'lmasa do'stingiz chaqirib qoldida, siz buyurtma qilishga o'tmadingiz, ya'ni sotib olmadingiz, siz mana bu joyda qolib ketdingiz. Endi Pixelning vazifasi bu joyda mana shu joygacha kelgan odamlarni sizga aniqlab beradi. Ya'ni siz aytasiz, "Sen korzinkaga kirib buyurtma qilganding tovarni, lekin sotib olmabsan. Hozir sotib oladigan bo'lsang, masalan 20% yoki 30% chegirmaga ega bo'lishing mumkin." Endi qarang, hozir men sizlarga uzum sifatida men ko'rsatdim, lekin men uzumga Pixel o'rnatishim uchun men Uzum kompaniyasining rasmiy targetologi bo'lishim kerak. Chunki hamma ham bu yerga Pixelni o'rnata olmaydi. Pixel o'rnatish uchun o'sha yerda ishlashingiz kerak va bu yerni sizga dostуп bo'lish kerak. Uzum degan domenni sizga dostуп bo'lish kerak. Uzum degan domen dostуп bo'lsa, siz bu yerga Pixelni o'rnatishingiz mumkin. Shu bilan mana sizlarga webinar ko'rinishida qanaqa o'tishi mumkin, xizmat turlarini qanaqa sotish mumkin va bu ko'rinishda tovarlarni qanaqa sotish mumkinligini xarita misolida ko'rsatdim. Va Pixelning vazifasi sizga qanaqa etapda, qaysi holatda odamlarni ajratib berish bo'ladi. Ya'ni siz savatga qo'shgan odamlarni ajratib ber, sotib olgan odamlarni ajratib ber yoki bo'lmasa ro'yxatdan o'tgan odamlarni ajratib ber deysizda va ularga qayta reklamani ishga tushirasiz. Agar bu video darsni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, Ustoz AI mobil ilovasini yuklab oling va dasturda siz testlarni ishlang va mavzuni mustahkamlab boring. Dasturda video darslarni to'liq ko'rib
o'rganingizdan keyin sizga sertifikat beriladi. Kurs Telegram kanalimizda yangi darslar qachon chiqishini va foydali ma'lumotlarni bo'lishib boramiz. Shunday ekan, kanalga obuna bo'ling. Ustoz AI loyihasini qo'llab-quvvatlash uchun pastda havola qoldiramiz va donat havolasini bosish orqali bizni qo'llab-quvvatlang. Barcha havolalar video ostida. Keyingi darsni ko'rish uchun ekranda chiqqan playlist ustiga bosing.